Bugungi kunda yurtimizda yoshlarga qaratilayotgan e'tibor ularning bilim olishi, ijod qilishi va o'z salohiyatini namoyon etishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar tobora kengayib bormoqda. Ana shunday g'amxo'rlik va qo'llab-quvvatlash samarasi o'laroq yoshlar turli sohalarda o'z iqtidorini namoyon etmoqda. Qibray tumanidagi 29-maktab o'quvchisi Jamilaxon Jalilxo'jayevaning ilk ijod namunasi Orzular qanotida nomli kitobining taqdimoti bo'lib o'tdi. Sinf o'quvchisi So'nggi yillarda yoshlar orasida she'riyatga, badiiy ijodga bo'lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Maktablarda o'tkazilayotgan adabiy uchrashuvlar, yosh ijodkorlar asarlarining nashri buning yorqin isbotidir. Xususan, Qibray tumanidagi 29-maktabda yosh ijodkorlar hayotida yana bir ahamiyatli san'at tarixga muhrlandi. 6-sinf o'quvchisi Jamilaxon Jalilxo'jayevaning Orzular qanotida nomli birinchi she'riy kitobi nashrdan chiqib, katta qiziqish bilan taqdim etildi. Bugun men adabiyot olamiga ilk qadamni qo'ydim. Bu yo'lda menga yurishimga yordam bergan aziz ustozlarim, mehribon oilam, jigarbandilarim, yaqinlarimga kattakon rahmat aytaman. Chunki ular menga bergan o'gitlar, ular menga bergan daldala, qalamimga kuch bag'ishladi va menga cheksiz imkoniyat yaratib bergan oilam menga yanada ko'proq ilhom berdi. Adabiyot olamiga 2023-yildan beri qiziqaman. Birinchi she'rimni 9 yoshimda Yomg'ir she'rini yozganman. Ota-onamga, bu dadamga, amajonlarimga, jigarbandlarimga, hamma ustozlarimga, hammaga o'z nomidan cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Bundan keyin ham ijoddan to'xtamayman va kelajakda xalqimizning suyukli shoirasi bo'lib yetishga va'da beraman. Tadbir davomida yosh qalamkashning mehnati, intilishlari va ijodiy salohiyati, vatan, oila, o'z dugonalariga atab yozgan har bir she'rida yoshlar dunyosi, orzu-umidlari va ichki kechinmalari samimiy e'tirof etildi. Qalbdagi orzular, tinmay harakat qilish va izlanishga chorlovchi mazkur kitob bolalar va o'smirlar uchun haqiqiy ilhom manbai ekani tadbir ishtirokchilari tomonidan bir necha bor ta'kidlab o'tildi. Jalilxo'jayeva Jamilaxon sinfimizning eng zukko, bilimdon, dono qizlardan biri hisoblanadi. U shoira qizlarimiz nafaqat sinfimiz, balki maktabimiz shoira qizlaridan hisoblanadi. Zulfiya xonim izdoshlari qatorida ketmoqda. 2024, 2025, 2026-yillarda Qibray sadosi, Tong yulduzi gazetalarida, G'unsha jurnalida, Gulxan jurnallarida she'rlar chop etib kelinmoqda. Maktabdagi o'qishlari a'lo, faol, doimo o'rnak qilib ko'rsatadigan qizlardan biri hisoblanadi. Taqdimot davomida yosh ijodkor she'rlardan parchalar o'qildi. Shuningdek, uning she'rlariga bastalangan qo'shiqlar ijro etilib, tadbirga ijodiy ruh bag'ishladi. Tadbir yakunida kitobning birinchi mualliflik nusxalari o'quvchilar va mehmonlarga taqdim etildi. Mohina Bonu Ashurova, Avazxol Mo'minov, Poytaxt.